Joshua, ruhlara tekrar, hediye seni, okşirin sabah. Ana bana madde madde, tavcıkça geper vatte, ya kucak de, oşunla katar vatte. Beni Bekçe'ye beton, Taşkent'e kuşama beton. Hep bize de taşlar, tam gitmiyor zekon. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun sog'lomlashtirish markazini birinchi mavsumi desak ham bo'ladi. Birinchi mavsumini xudo xohlasa 8-kunidamiz. Mana bemorlar bilan ishladik. Bemorlar bilan ruhiy, fikran, qalban hamda jismoniy tomonlama tayyorlagandan keyin mana 8-kuni tog' yomg'irlariga olib chiqdik. Ularning kayfiyati juda ham a'lo. Ancha-muncha xafagarchiliklardan, tanada turib qolgan zaharlardan qutulganlardan keyin o'zlarini ancha yengil his qilishni boshlashdi. Bundan ortiq bir sog'lik, baxt bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bu yerga faqat kayfiyat, faqatgina o'yin, kulgu, xursandchilikdan iborat bo'ladi. Hammaga omad. Okşirin sabah, ana bana madde madde, tavcıkça geper vatte, ya kucak de, oşunla katar vatte.